Saqaymaydi deganligi, saqaymaydi ba'zan kasallar. Abdumjid aka shu qanday qilganda o'tdiki toshni tushagulutu mush to'g'riliqni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'pti. Endi yig'ib kelsak, ya'ni post kalası o'tdiki toshni hozirda tushayotgan bizning Uyg'ur tibobatimiz biradal, Dora yakimiz biradal asva paydo bo'lib bakmadı. Endi bu o'tdiki tosh ko'proq mush et degan tarafda nashsiz qilish, tomoqni bak mayliq yeyish yoki tuzliq yeyish sababidan shakllanib qoldi deymiz. Buni alomati odatda shu o'ng taraf biqin yuqori qo'rsoq qismi og'riyotgan, mayliq narsadan saskanayotgan bo'ldi. Ya'ni birga eng muhimi, mush ikki tomoqni o'tirsa, un tog'ini otib qo'yganda ig'ir jutqa ahvolga kelib chiqadi. Bu o'tdiki bir tosh kasalliklarininki bir kelinkilik ifodalari. Lekin o'tdiki toshni tushirtma deb ba'zanlar to'g'ri setayotgan ahvollarmi bor ekan. Meningcha o'g'an chog'da hozir qadar bizning Uyg'ur tibobatining ichida bo'rakga toshga nisbatan 10 millidan tuan, hatto 15 millidan tuan toshlar bo'lsa, bo'rakga toshlarga ancha-muncha amalni qilib butu. Lekin o'tdiki tosh kelgan chog'da tuqqanlar. Bizga hozir qadar Uyg'ur tibobatimizdan biratal Dora yoki biratal masala isinib chiqib bakmadı. Şu qarindoshlarimizningki bo'lsa, bu shunda o'tdiki toshni tushib o'titma, o'tdan necha milliy teshingiz o'zi bir doramli bir kurs issangiz g'oyib bo'lib, irib ketib yo'qolib ketadi degan gaplarga ishonmanglar, ortiq pul buzmanglar. Saqaymaydi deganligi, saqaymaydi ba'zan kasallar. Buningga cho'qim bir yerlik usul bormikan deb o'ylab qolmanglar.